vositasida faoliyat olib borishadi. Bunday diniy ekstremistik va terroristik guruhlarning rahbarlari juda ham o'sha maxsus xizmatlar uchun juda ham bir ahamiyatli, muhim bir shaxslar hisoblanishadi. Garchi o'sha Interpol tomonidan qidiruvga e'lon qilingan bo'lsa-da yoki bo'lmasam o'zining mamlakatida yoki o'sha faoliyat, shu guruh faoliyat yuritayotgan mamlakatda terroristik guruh sifatida e'lon qilingan bo'lsa-da, lekin ular o'sha maxsus xizmatlar tomonidan qo'riqlanib, hattoki ular yashayotgan uy va o'sha faoliyat yuritadigan hududlar ham qo'riqlanib, ularni bir himoyaga olishadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, har qanday ekstremistik yoki terroristik guruhning ortida yirik moliyaviy manba, juda ham puxta ishlangan reja va o'sha diniy turli xil diniy dasturlar bilan niqoblangan, diniy qoidalar bilan niqoblangan, aslida o'sha mamlakatlarda, mintaqalarda qo'poruvchilik, ijtimoiy siyosiy jarayonlarda tanglikni yuzaga keltirish maqsadida amalga oshiriladigan bir dasturlar hisoblanadi.